Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Qabrda ham erini rashk qilgan ayol hayotiy hikoya. Bir yigit dinu diyonatli va go'zal xulqi qizga uylandi. 2 yosh baxtli hayot kechira boshladi. Oradan 3 yil o'tdi, ammo taqdir taqozosi bilan Alloh taolo farzand bermadi. Hatto shifokorlar huzuriga borishdi. Oxir oqibat tekshiruvlar xulosasiga ko'ra ayol farzand ko'ra olmasligi ma'lum bo'ldi. Bundan xabar topgan kuyovning yaqinlari unga oilasi bilan ajrashib, boshqa bir ayol ila hayot kechirishi zarurligini aytishdi. 2 ot orasida qolgan yigit onasi va yaqinlariga qat'iyat ila ayolimni tug'maydigan pushsiz deb o'ylaysizlarmi? Aslida haqiqiy bepushtlik farzand ko'rolmaslikda emas, balki er-xotin o'rtasida mustahkam tuyg'u va pokiza muhabbatning yo'qligidadir. Men undan roziman, u ham mendan rozi. Boshqa bu mavzu haqida so'z ochmanglar dedim. Orada farzand bo'lmasligi 2 yoshning bir-biriga nisbatan mehr-muhabbatining yanada ziyoda bo'lishiga sabab bo'ldi. Shu zaylda oradan 9 yil o'tdi. Kunlarning birida ayol o'zida ba'zi bir o'zgarishlarni sezdi. Shifokorga murojaat qilishganda unda og'ir xastalik borligi, uzog'i bilan yana 5 yil umri qolganini aytishdi. Ayolning holati borgan sari og'irlashib borardi. Shifokorlar ayolning turmush o'rtog'iga ayolingiz shifoxonada bo'lgani yaxshi, doimiy shifokorlar nazoratida bo'ladi deyishdi. Biroq er bu taklifni rozi bo'lmadi. Tabiiy muolajalar uchun kerak bo'ladigan barcha narsani uyda muhayyo qilishini aytdi. Uyida ayolining tibbiy davolanishi uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni tayyorladi va bitta hamshirani unga qarshi qarashi uchun yolladi. Yigit ishxonasining rahbari mazkur voqeadan xabar topib, unga har kuni ishga 2 soat kelib, qolgan vaqtda esa oilasiga qarashi uchun ruxsat berdi. Er ishdan qaytgandan so'ng ayoliga taom pishirib, unga oz qoldi bilan yedirar edi. So'ngra uni bag'riga bosib, ko'nglini ko'targancha narsalar aytib berardi. Ayoli vafotidan oldin biror kishiga bildirmasdan hamshiraga kichkina quti berib, uni faqatgina olamdan o'tganimdan keyingina eriga berishini tayinladi. Ayolning ahvoli og'irlashib, hayotdan ko'z yumdi. Ertasi kuni hamshira kelib, o'ziga topshirilgan omonatni yigitga topshirdi. Er qutini ochganda uning ichida to'ydan keyin ayoliga hadya qilgan atirning bosh idishi, to'y kuni birga tushgan rasmi va sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb yozilgan kumush uzuk turardi. Uning ostida xat bo'lib, unda quyidagilar yozilgan edi. Suyukli, mehribon jufti halolim, mendan ayrilib qolganingizga mahzun bo'lgan Allohga qasamki, agar menga 2 marotaba umr berilganda ham hech ikkilanmasdan albatta siz bilan yashashni tanlardim. Lekin siz xohlaysiz, men ham xohlayman. Biroq Alloh taolo nimani xohlasa shu bo'ladi. Suyukli mehribonim, sizga meni oxirgi aytadigan so'zim, vafotimdan keyin biron soliha ayolga uylaning. Siz vazifangizni a'lo darajada bajardingiz. Umid qilamanki, qiz farzand ko'rsangiz, meni ismimni qo'yasiz. Shuni bilingki, qabrda bo'lsam ham sizni yangi oilangizdan rashk qilaman.